inson bedel to'lagan yo'lni qadrlaydi. Bedel to'lagandan keyin erishgan natija texnik qimmatli bo'ladi. Avval rahmat, o'ttirisi mag'firat. Oxiri do'zaxdan ozod qilinish va'da qilingan bu muborak oyni uzib qo'yish oldida turyapmiz. Alloh taolo bu va'dalarga noil bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Men bugun bu munosabat bilan qarindoshlarimizga tuvandagi bir qancha nuqtani eslatib o'tish bilan so'zimni boshlayman. Birinchidan, Ma'aydan afzal bo'lgan qadr kechasini payg'ambarimizning bishorat berishi bilan Ramazon oyining oxirgi kunidan bo'lib mutaq kunlardan izlashga buyurilganmiz. Payg'ambarimizning bu vaqtdagi ko'rsatmasi va boshqa ma'lumotlarga tayangan asosda ko'p sondagi olimlar qadr kechasining 27-kech bo'lganligini kuchlantirgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, bugun biz musulmonlarda qadr kechasi Ramazonning 27-kechasi bo'ladi deb bekitib qo'ydigan. Hatto kalendarlarimizdan tatib 27-kunni qadr kechasi deb yozib qo'ydigan ahvol shakllandi. Buning natijasida 27-kunni kechasi masjidlarimizdagi odam patmaydi. Lekin 28-kundan boshlab masjidlarimiz quruqlab qoladi. Amaliyotda bu bizdagi umumlashib ketgan xato tushunchaning salbiy natijasi. Men bugun qarindoshlarimga bu tushunchamizni to'g'rilab olishimizni, qadr kechasiga muvaffaq bo'lish uchun 27-kundan keyingi kunlarni qo'ldan bermay kechalarni ibodat bilan o'tkazishni tavsiya qilaman. Ikkinchidan, Allohning Ramazonda qilgan amallarga haslab savob beradiganligiga ishongan biz musulmonlar zakotni Ramazon oyida berishni odat qilganmiz. Agar zakotni berishni unutib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, Ramazon chiqib ketishdan burun ehtiyojli kishilarimizga zakotni yetkazishni, bu orqali farzni ado qilish bilan birga muhtoj kishilarning oldimizga kelayotgan ro'zitni xushal-xuram o'tkazishiga vasila bo'lishni tavsiya qilaman. Uchinchidan, bu muborak oydan onadan tug'ma holatda gunohdan pak chiqib ketishimiz uchun bir-birimizga o'tib qolgan ma'naviy haqlarimiz bo'lsa, bir-birimizdan rozilik so'rashayli. Alloh hammamizni bu oydan foyda olgan holatda chiqishga nasib qilsin. Endi o'z gapimizga kelsak, men bugun qarindoshlarim bilan bu kun yuz bergan ko'plagan muhim voqealarning ichidan musulmonlarning mushriklarga qarshi jihad qilishga ruxsat berilganligi haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ilm ma'rifatdan yiroq, ijtimoiy axloqda chirklashgan bir jamiyatning ichidan islom dinida go'zal bir dinni butun dunyoga tarqatish vazifasini ustiga olgan holatda o'tirib chiqdi. Payg'ambarimiz go'zal axloqi, rostchilligi, nashayon qiliqlarga yiqin yo'lmaganligi bilan qavm ichida amin, ya'ni ishonchlik, rostchil degan sifat bilan sifatlangan edi. Lekin payg'ambarlik salohiyati bilan o'tirib chiqqan kundan tortib Makka mushriklari ota-bobolarining dinidan voz kechgisi kelmaganligi, dunyolik manfaat va qabila shon shuhratidan ayrilib qolishni xohlamaganlik uchun payg'ambarimizning rostchilligini, da'vatgan so'zlarining haqiqat ekanligini bilib turib e'tirof qilg'isi kelmadi. Payg'ambarimizni yolg'onchilik, sehrgarlik, sarangliqqa o'xshash sifatlar bilan haqoratladi. Payg'ambarimizni bu yo'lda yondirish uchun har xil usullarni qo'llanib boqdi. Lekin kishi chin qalbidan ishongan vaqtdan dunyolik manfaatni deb yonatdimi deysiz? Bo'libmi buncha katta bir vazifa yuklangan payg'ambarning haq yo'ldan qaytishi mumkin emas albatta. Lekin Makka mushriklari bu haqiqatni tushunishdan intayin yiroqda edi. Makka mushriklari turli usullarni qo'llanib payg'ambarimizning yo'ldan qaytara olmaganini azdab, payg'ambarimizga agishadiganlarning kundan-kun ko'payayotganligi ularni texnik qutratgan edi. Bu sababdan payg'ambarimizga ishonib Allohning arg'amchisiga chin eslagan ojiz mu'minlarni qo'ldan kelish qiyin qistaqlarga ilib dinidan yondirmoqchi bo'lishdi. Bu yo'lda qanchalagan mu'minlar jinidan ayrildi. Keyingi vaqtlarda Makka da ma'lum darajada nupuz sahib bo'lgan bir qism kishilar iymon etgandan keyin ular payg'ambarimizga biz nima ularga qarshi chiqmaymiz, buyrug'in, ular qarshi urush qilayli degandek savollarni qo'yishdi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Allohning izn bermaganligini, Alloh izn bergan qadar sabr qilish kerakligini, sabr qilib qiyin qistaqda shahid bo'lganlarning oxiratda jannat bilan mukofotlanganligini aytib tasalli berdi. Makka davri shu tariqada davom qilib, Madinaga hijrat qilishga izn berilgandan keyin musulmonlar Madinaga hijrat qilishdi. Madinaga hijrat qilgan tunji yili Ramazonning 29-kuni uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir. Hujum qilinuvchilarga zulm uchraganlik uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shubhisizki, Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir degan oyat nozil qilinish bilan musulmonlarning mushriklarga qarshi jihad qilishiga ruxsat berildi. Shuningdek keyin musulmonlar bilan mushriklarning orasida har turli cho'ng-kichik jihatlar elib berildi. Alloh taolo oyatda va'da qilganidek musulmonlarni g'albiga erishtirib, o'z yurti Makkani qaytarib berdi va bu dinni izzatga erishtirdi. Alloh taolo musulmonlar ojiz vaqtda nima ruxsat bermadi? Ular ojiz vaqtda ruxsat berib, ularni saqlab qolishga, ularga g'alaba ato qilishga Alloh qodir emasmidi acaba? Albatta undaq emas. Alloh taolo musulmonlarga mo'jiza orqali birdil nijot ato qilishga qodir edi. Shundaqla Alloh taolo qanchalagan oz sonlik qo'shinni ko'p sonlik qo'shindan g'olib qilgan zot. Allohning buning qudratining yetadiganligi Alloh uchun qalbidan ishongan har qanday musulmonga ayon. Bu nuqtadan Alloh taolaning musulmonlarning shuncha ig'ir zulm uchraganligiga qaramay, mushriklarga qarshi chiqishga ruxsat bermaganligini mundaq bir necha nuqtaga yig'inchoqlab tushuna olishimiz mumkin. Birinchi, qilgan har ishida hikmat sohibi bo'lgan Alloh bu orqali musulmonlarga dunyo qonuniyatini, dunyoning sabab natija ustiga qurilganligini o'rgatmoqchi bo'lsa kerak. Ikkinchi, musulmonlarning iymonini sinash,
çekkan aziyatlarga sabr qilib haq yo'lda ching tura olamdiyapmi deganni amaliy isbotlash. Ularni Allohning dinini ko'tarib minishga haqli bo'lish uchun tavlash. 3. Mağan yolunun ma'lum darajada bedel talep qiladigan yo'l ekanligini bildirish. Chunki inson bedel to'lagan yo'lni qadrlaydi. Bedel to'lagandan keyin erishgan natija texim qimmatli bo'ladi. Bugun biz Uyg'ur musulmonlarimiz Allohning sinoqlarini beshimizdan o'tkazayotimiz. So'yimli vatanimizdan qadrli qavm qarindoshlarimizdan ayrilib hijrat yerlarida sarson bo'lib turayotimiz. Musulmonlar ayni davrda Makkada uchragan qiyin qistoqlardan necha yuz asr kunlarni boshdan o'tkazayotdi. Mushundaq bir paytda ya'ni jihad qilishga izin berilgan Ramazonning 29-kunida Allohga sig'inib vatanimiz uchun duo qilish bilan birga tuvandik bir qancha nuqtaga alohida diqqat qilishimiz kerak. Birinchi, g'alaba faqat Allohdan keladi. Alloh islomga cho'qim izzat ato qiladi. Uyg'ur musulmonlariga cho'qim izzat ato qiladi. Bugun qilgan bu duolarimiz hargiz zayi ketmaydi. Cho'qim ijobat bo'ladi deb chin qalbimizdan ishonib duo qilishimiz kerak. Chunki duoning ijobat bo'lishining sabablaridan biri uning ijobat bo'lishiga ishonib turib qilishdir. Bugun nurg'un kishilar duo qiladi. Ulug' o'rinlarda turib duo qilishadi. Ammo uning ijobat bo'lishiga ishonmaydi. Bundaq duoni Alloh qanday ijobat qilsin? Ikkinchi, faqat duo qilibla bo'ldi qilmasdan o'zimizni moddiy va ma'naviy jihatdan kuchlantirishimiz kerak. Chunki musulmon oldi bilan qalbining barliq sabablarini qiladi. Qo'ldan kelgan barcha tirishchiliklarni ko'rsatib bo'lgandan keyin Allohga duo qiladi. Ana shu chaqda biz tasavvur qila olmaydigan qalblar, shundaqla tasavvur qilsakmi hayotimizni ko'rishdan ancha umidimiz bo'lmagan izzatli hayot bizga ato qilindi. 3. Kelgusiga umid va ishonch bilan tayyorlik qilishimiz kerak. Muhojiratda farzandlarimizdan ayrilib qoldik. Tilimizdan ayrilib qoldik, dinimizdan ayrilib qoldik degandek ifodalar hammamizga ta'sir qilmoqda. Biz avlodlarimizni islomga uyg'un holda yaramli tarbiyalab chiqishga buyurilgan. Har qanday bir sabab bilan bu majburiyatni o'zimizni qochirishga urinsak bo'lmaydi. O'zimizning hijrat yordam mujohid va mujohidlarni tarbiyalayotganligimizni unutib qolmasligimiz, farzandlarimizning tarbiyasiga alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan barliq imkoniyatlarni ish qilish, farzandlarimizni vatan va millatga yaramli avlod qilib yetishtirib chiqishimiz kerak. Bu bizning bugungi jihadimizning muhim bir parchasidir. Oxirida xatoliklarimizni afv qilish bilan birga Uyg'ur musulmonlarining qalbiga kuchli himmat ato qilishini, shundaqla muhojiratdagi bu bo'ron chapqunlik hayotimizni tezroq oxirlashtirib, vatanimizga izzat bilan qaytishga muvaffaq qilishini so'raymiz.